Hozir davraga xalqimizning sevimli san'atkori, Ichki ishlar vazirligi ashula ansamblining ajoyib san'atkori, xalqimizning ardog'idagi san'atkor, siz sevgan san'atkor, siz kutgan san'atkor, so'z ustasi Avaz Oxunni chiroyli bildiradi. Tabiiy maydonimizga chorlaymiz. Sizlarga yaxshi ko'rsak, Alloh Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz onaxonlar, akalar, ukalar, hoji otalar, opa singillar, jonli bolajonlarimiz. Bugun mana shunday ajoyib shahar, qadimiy go'zal shahar Samarqand shahrida, Toyloq tumanida chiroyli konsert tomoshasida sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Qadaminglarga qasalot. Bizni hurmat qilganlar uchun rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Samarqand ko'z tegmasi mana yaqinda katta bir nima deydi? Voqeaga yana guvoh bo'ldi Samarqand. Eng katta davlat tadbirlari ham Samarqandda o'tadi, e'tibor bersanglar. Samarqandga Xudo baraka bergan. Samarqandga Xudoyim fayz bergan. Qanaqadir bir ulug' joylar baribir fayzi bor, barakasi bor, sezilib turadi. Men har doim Samarqandga kelganda aytaman, bu haligi nima deydi? Bu haqiqat, bu hech qanaqa bu bo'rttirish emas yoki bir boshqa narsa emas. Samarqandda ayniqsa meni Xudo baraka bergani juda to'ylariga qoyil qolaman men. To'y qiladi bu samarqandliklar. Bir dunyoda bir samarqandliklardek to'y qiladigan bo'lmasa kerak deymanda. Samarqandda to'ylariga kirsangiz mana shuni o'chib tursa bo'ladi. Mana shuni menga nima kerak? Bo'ldi, bu ashulachilarga kerak. Fonogramma aytayotgan paytda xalq chalg'ib turadi. Bizda jonli. Xola kitob olib keldingizmi? Video olyapsizmi? Men konsertda kitob o'qib o'tiribman debman. Bu telefon sal kichkinaroq yo'qmi? Taxtakachmi, nima u? O'zi mana shu telefonlar qo'yib konsert ko'rsatib bo'lmaydimi? Hozir qo'lingizda telefon bor, kulolmaysiz-da bemalol. Kulaman desangiz video qimillab ketadi. Konsert chalaman desangiz bitta qo'l band. Chunki shuni o'chirib qo'yib konsert ko'ringlar, maylimi? Iloji bo'lsa. Rahmat. Endi haqiqatda Samarqandning to'ylarini ko'rsangiz-chi, mana shu odam oxirgi marta to'y qilyapti-yu deysiz. Ba'zi Samarqand to'ylarini ko'rsam borku, u odam uyini sotib yuborganmi deb o'ylayman-da, to'y qilish uchun. Voy, dasturxonni ko'rsangiz, dasturxon, aytaman, 3 qavatli dasturxonni men Samarqandda ko'rganman. Birinchi etajda pishiriqlar, ikkinchi etajda salatlar, uchinchi etajda go'shtlar, bu yoqda yana to'la dasturxon. Qo'shniqda olsang vilkaga joy yo'q, vilkani olsang kosaga joy yo'q, kosani olsang piyolaga joy yo'q, piyolani olsang choydakka joy yo'q, bir borib kelsang o'zingga joy yo'q. Shunaqa to'y qiladi Samarqandda, qora ikra, qizil ikra. Voy, chet eldan ham onagi dasturxon ovqatlar olib kelib qo'yishadi. Voy, dasturxondagi ovqat ko'rib to'y qilasizlar. Ha, yaqinda mana tirik baliq, ha mana ko'ryapsizlarmi? To'yxonada qo'yib qo'yapti. Tirik baliq qo'yib qo'yapti. Maytni boplabsizlar dedim. Endi dedim, mana stolda oyog'iga bitta qo'yam bo'ylab qo'yinglar dedim. Birontasi yeyman desa pishirib olib kelib berasizlar deb tursam, bittasi kelib, Avaz Oxun qo'yga navbat bering deydi. Bo'lgan voqea. Maytni bu hazillashyapti, bu odam prikol qilyapti shekilli dedim-da, e'tibor bermadim. Bir payt to'yda egasi keldi, Avaz Oxun iltimos deydi, qo'yga navbat berib yuboring deydi. Men 41 yoshga kirib shuncha san'atkorga navbat berganman, biroq marta qo'yga navbat bermagan ekanman. Men nima deb e'lon qilaman endi, azizlar, endi davramizga xalqimizning sevimli qo'yi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan qo'y nima boshqa. Qo'chqorni taklif qilamiz desam, ishonasizlarmi, tirik qo'yni
butun qo'yni mana shunday pishirib, to'yxonani o'rtasiga olib kirib, olov yoqib, shu yerda o'zida maydana tarqatib qarsak chalyapti. Va yana dasturxondan tashqari yana oldi berdilar bora Samarqandda paket beradi unga sovg'a bitta to'yda 1,5 soat bir-biriga sovg'a taqat. Bozorga ko'chirib kelganmi bu odam? Yana tilla ham taqadigan nima chiqaribsizlar hozir? Mehmonlarga tillo. Har bitta kelgan mehmonga tillo taqyapti. Yo'q, qoyil qolish kerak. Men shogirdim bilan o'tirib sanadim Samarqand to'ylarini, onajonlar, opajonlar. Qarang, maslahat oshi. Bu boshlanishi. Undan keyin hay oshi. U kelin xo'p degan, hali kelin notaras xo'p desa, u hay oshi bo'lar ekan. Endi ana undan keyin ikkita quda yig'ilishib nima bo'lar ekan? Oshi xo'rakon bo'lar ekan. Oshi xo'rakon. Ana undan keyin kelinni uyida katta osh restoranda. Kuyov qiladi ertalabda katta restoranda osh. Ana undan keyin fotiha. Fotihada ham san'atkorlar kelib katta dasturxon solinib qilinadi. Undan keyin vechirdan keyin chillagreson. Undan keyin nonishgan non. Somsa xo'rakon. Biseshanba. Bichorshanba, bipayshanba. Bankrotakon. Qarzakon, Amerikaga ketgan akon. Ana to'y. Ana Samarqandda qanaqa to'y qiladi. Amerikada ham Samarqandlik, men yaqinda bordim-ku. Amerikada ham Samarqandliklar. Biz aeroportdan kutib oldi Samarqandliklar. Bir oy aylantirib 21 kun. Yana qaytar aeroportga chiqib qoldi. Qayerga borsak Samarqandlik peshiningdan chiqib turibdi. Hali oshga boradi, hali go'shtga boradi, hali jizga boradi, hali shashlikka boradi. Qoyil qoldim men. Bittasi nima deydi? Avazaka qalay Amerika, bizni Amerika sizga yoqdimi deydi. Bu Amerika bular kelgan o'zi. Men aytdim, zo'r Amerika desam, akajon sizni qayerga olib boray deydi. Men aytdim, Amerikaga olib boring dedim. Sen aka Amerikadasiz-ku deydi. Men Amerikada emasman dedim. Men bir oydan beri shu geofizikada yurganda yuribman hozir mana shunda dedim. Men Amerikaliklar qayerda bo'ladi? Sap-sariq vannamga o'xshagan odamlar qayerda bo'ladi? Ularni ko'rsatinglar menga. Sen ularni nima qilasiz aka deydi. Amerikaga kelganimni his qilay. Desam aka ular Rojdestvo 25-dekabrdan 3-yanvargacha ular ko'chaga chiqmaydi aka. Amerika o'zimizga qoldi deydi. Yo'q, qoyil qolish kerak. Samarqandlik do'stlarimiz, ko'z tegmasin iloyim. Endi Amerikaga ketdik, Ulug'bek rahmatullohi bilan bordik, ko'rgan bo'lsanglar. Ketishdan oldin reklama berdik. Yani bizani konsertimiz tashkil qilgan ayol aytdiki, bitta reklama yozib beringlar. Amerikada konsert qo'yamiz, muxlislar bilan ko'rishamiz deb reklama yozib beringlar dedi. Ulug'bek rahmatullohi bilan reklama yozib berdik. Ertasi kuni bittasi bo'qilib, "Avazaka" dedi. "Ha" desam, "Amerikaga ketayotgan ekansiz." "Ha, ketyapmiz" desam, "Akajon, bitta iltimos bor" dedi. "Nima iltimos bor?" desam, "Shu 4 ta patr berib yuborsam" dedi. Men 10,000 kilometrga patr ko'tarib ketishim kerak. Men Qo'qonga ketmayapman. Aka ko'ramiz dedim. Ertasi bittasi telefon qildi. "Avazaka" dedi. "Ha, sen Amerikaga ketyapsan?" "Ha, ketyapmiz. Viza oldingizmi?" "Ha, oldim" desam, "Amerikadan telefon qildi, tanishlar" dedi. "Salomat bo'lsin" desam, 2 dona qarz berib yuboraman. Bittasi telefon qilib, pat haligi qoqib berib yuboraman dedi. Bittasi telefon qilib, pistobodon berib yuboraman dedi. Oxiriga ayolga telefon qildim, bizni konsertga chaqirgan ayolga telefon qildim. "Opajon" dedim, "Birov pista berib yuboraman, birov bodom berib yuboraman, birov patr berib yuboraman, birov qarz berib yuboraman" deb. "Ha, so'mkada joy qolmayapti. Qishki kuni bo'lsa nima, Maygaga ketamanmi?" "Nima qilsak bo'ladi" desam, boyaga ayollar bopladi. "Avazoxon, ukam hech kimdan hech narsa olmang" dedi. "Nimaga" desam, "Men sizga Toshkentdan mant qosqon aytib qo'yganman" dedi. Endi uni olib ketmasangiz bo'lmaydi. O'zbek san'atkorlari ichida birinchi bo'lib Amerikaga mant qosqon ko'tarib borgan men bo'ldim. Endi rahmat. Undan ham qizig'i ketishimizdan oldin bo'ldi. Samarqandga to'yga keldim. Amerikaga ketishdan oldin. Bir yigit keldida, "Avazaka,
aka sizga biz muxlis, bitta chetga o'taylik gap bu. Vayt muxlis bo'lsa to'yga aytsa ham chetga o'tib nima gap aka desam, aka Amerikaga ketayotgan ekansiz. Ha ketyapman desam, aka bitta gap. Siz ham erkak, men ham erkak, to'g'rimi? Yo'q deydi, men o'zim erkakligimni bilaman, sizni birinchi marta ko'rib turibman. Desam, aka hazil o'z yo'liga. Aka men sizga $30,000 pul beraman dedi. Dedi, kechirasiz, men unaqa katta pul olib ketolmayman desam, aka u pul sizga. Menga? Men $30,000 nima qilaman desam, meni olib keting aka dedi. Yo'q, kechirasiz dedim. Men sizga nima deb ketaman dedim, bunga xat qilish kerak, hujjat qilish kerak desam, ha administratorım deysiz, olib ketasiz aka tamom dedi. Men aytdim, men qara administratorni olib ketaman dedim. Men o'zim Ulug'bek Rahmatullayevga doirachi bo'lib ketyapman dedim. Ketdik Amerikaga 13 soat uchar ekan, samolyot 10,000 kilometr ekan. Lekin xalqimizda bir gap bor, mana har joyda qilma orzu, har joyda bor toshi tarozi deydi. Amerikada bolangizni ursangiz olib qo'yar ekan. Politsiya olib qo'yar ekan bolani ursa. Keyin sud bo'lar ekan, sudda siz haqligingizni isbotlab bera olmasangiz, bolani boshqa oilaga berib yuborar ekan. Biz o'zbeklarda ham bo'pti shunaqa holat. Bir akamiz Amerikaga borib, Samarqandlik akras 5-6 oy ishlab, 4-5 so'm pul topib becharan. Bolasini maktabga bergan ekan. Maktabda bolalarni shunaqa o'qitar ekan. Otang, onang seni urishga haqqi yo'q. Ursa, so'ksa politsiyaga telefon qildir ekan. Bola uni tushunib olganmi? Uyda telefonda bema'ni video ko'rib o'tirgan ekan, dadasi uribdi. Bema'ni video ko'rsa, uribdi, billa ko'rmaydi o'tirib. Bola politsiyaga telefon qilib yuboribdi. Politsiya kelib bolani olib ketibdi. Endi otada bari o'zbekda, bolasida. Topgan pulini advokatga sarflab, orqasidan 3 oy yugurib, bolani qaytarib olib, xotiniga aytdi, "Kiyininglar" deb O'zbekistonga borib kelamiz debdi. Bolasini chiroyli kiyintirib aeroportga olib chiqibdi, samolyotga o'tirgizibdi. Samolyot Toshkentga qo'nguncha chidabdi. Ota. Samolyot qo'ngandan keyin trap qo'yadi-ku, samolyotga bunaqa zina. Zinadan tepib tushayotganmish-da. Endi o'shanda aytdim, yaxshi gap, bolalarni olib ketmoqmiz dedim. Aeroportda oldirib qo'yarkanmiz agar. Voy, bizni xalqimizda